Navbatdagi savol. Ustoz, biz Qur'onning so'zma-so'z tarjimasi kitobidan dars o'qiyotgan edik. Bir olimning videosida Qur'onni so'zma-so'z tarjima qilib o'qish gunoh bo'ladi deb aytganini eshitib qo'rqib qoldik. Shunga munosabatingizni bildirsangiz, shu kitobdan o'qisak mumkinmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Buni o'qisa bo'ladi, lekin ustoz bilan o'qish kerak. Haqiqatda Qur'on tarjimasini o'zida ko'p tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Ko'p savollar, ko'p shubhalar kelib chiqadi. Chunki Qur'on juda ham qisqa va Qur'on juda murakkab, ya'ni uni ilmi, uni albatta uni sharhlab hadis bilan qo'shib tushunmasa, tafsiri bilan tushunmasa, uni uncha ham tushuna olmaydi. To'g'ri foyda olasiz masalan o'qiganda bir nimalardan, lekin baribir ham o'shani bir ustoz bilan o'qilgani afzal bo'ladi. O'qimanglar demaymiz, lekin ustoz bilan o'qilgan afzal bo'ladi, chunki ko'p nimalar ishtibot, tushunmagan joylar, bir-biriga zid kelgan joylar chiqib ketib qolish nimasi ko'p bo'ladi holati. Shuning uchun tavsiya qilamizki, doim bir ustoz bilan, biladigan odam bilan birga o'qish kerak edi. Agar u bo'lmasa, ustoz topolmasa, endi bo'ldi, o'sha o'qiyotganingizni ham yig'ishtirib qo'yish kerakmi? Yo'q, o'qisa bo'ladi, lekin o'sha nima shubha bo'lib qolgan joyini albatta ahli zikrlardan so'rab, ochiqlik kirdirib, bilib o'qish kerak. Bo'lmasa shayton odamning qalbiga bir nimalar olib keladi. Mana Qur'onda bir-biriga teskari gaplar ko'p, tushunmaydigan narsa ko'p yoki mana Qur'onda bor deb unga amal qilib ketib qolmang. Qur'onda o'qidim, men o'zim Qur'ondan oldim deb amal qilib o'zingiz dalil olib ketib qolmang. Albatta uni bir ahli ilmlardan so'rab, mana shu Qur'onda oyatida bunday tarjima qilingan ekan, mana shu amalni qilsak to'g'ri bo'ladimi shu oyat bilan? Shuni albatta so'rang olim kishidan. So'ramasdan ish qilishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Chunki u oyat mansux bo'lgan bo'lishi mumkin. U oyatni umum bo'lib, uni xosi iroda qilingan bo'lishi mumkin yoki mutlaq bo'ladi, muqayyat bo'ladi. Har xil holatlari bor uni. Uni olimlar biladi. Vallohu alam. Ustoz, bugungi dasturimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh ilmingizni bundan-da ziyoda qilsin. Allohdan so'raymizki, Robbim darslarimizni davomli va barakotli qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin, bilmaganlarimizni o'rgatsin, o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin. Alloh taolo foydali ilmlardan yana ham ziyoda qilib o'rgatsin. Yuzlarimizni yoriq qilsin. Alloh taolo istiqomatda, sunnatda bardavom qilsin. Sahobalarning yo'lida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga qadamma-qadam ergashadigan xolis, haqiqiy, sodiq mo'minlardan qilsin hammamizni. Tarozilarimizni og'ir qilsin, qiyomat kunida sharmanda qilmasin. Alloh taolo nomay amallarni o'ng qo'lidan beriladiganlardan qilsin. Sirot ko'prigidan ko'z ochib yumguncha o'tadiganlardan qilsin. Firdavs jannatlarida nabiylar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan hammamizni birga qilsin. Allohumma amin. Hada ma a'lam. Robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallahumma va barik ala abdika va nabiyyika Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh.